Hop, Bismillahirrahmanirrahim. Ha, Qur'on o'sha birinchi sura Fotiha surasi Bismillah bilan boshlanadi. Bismillahirrahmanirrahim deb boshlanadi. Hop, Bismillahirrahmanirrahimda bi bilan boshlanyapti. Birinchisi bi bilan degani. Biyda bir qancha ma'nolari bor. Shularning ichida eng ko'zga ko'ringan ma'nolar 10 ta. O'shalarni bir qator aytib chiqamiz. Shu biyni yaxshiroq tushunib olishligimiz uchun har bitta so'zga. Ilsoq degani yopishtirish degani. Xo'p, nimalarni o'chirib qo'yinglar, mikrofoninglarni o'chirib qo'yinglar. Shunda qolganlarga xalaqit bo'lmaydi. Xo'p, birinchisi ilsoq yopishtirish degani bu haqiqiy bo'ladi yo majoziy bo'ladi. Mana misol uchun amsaktu biyadi sodiqi deydigan bo'lsak, do'stimni qo'lidan ushladim desangiz, o'sha qo'lga yopishyapti. Bu endi haqiqiy bo'lyapti yo majoziy bo'lishi mumkin. Masalan, marartu bil bayti deydigan bo'lsangiz, ya'ni uyni yonidan o'tdim deydigan bo'lsangiz, bu yerda endi uyga yopishayotganingizni o'sha yonidan o'tyapsiz. Bu majoziy ma'noda bo'lyapti. Birinchisi shu. Ikkinchisi yordam so'rash ma'nosida bo'ladi. Mana misol uchun qata'tul varaqata bil miqassi deydigan bo'lsangiz, qog'ozni qaychi bilan qiydim, kesdim deyapsiz. Mana bu yerda qaychini yordami bilan ish qilyapsiz. Uchinchisi sabab ma'nosida bo'lishi mumkin. Fakullan ahadna bidambihi, ya'ni hammani o'sha gunohi tufayli nima bilan azob bilan ushladik, ya'ni gunohi tufayli uni jazoladik degan. Bunday ma'nosi ham bor biydi. To'rtinchisi zarf ma'nosida ham keladi, ya'ni zamon yo makonni anglatib ham keladi. Mana misol uchun valaqad nasarakumullohu bi badrin degani Alloh sizlarga Badrda yordam berdi. Ya'ni fi badrin deganida, ya'ni Badrda Alloh sizlarga yordam berdi, nusrat berdi degan. Musohaba ma'nosida ham keladi, ya'ni o'sha sherik bo'lish ma'nosida, ya'ni ma'a ma'nosida ham keladi. Mana izhab bi salam degani, ya'ni salomatlik bilan barobar degani, o'sha ma'a salam degan. Salomatlik bilan. Qasam ma'nosida keladi. Masalan, billahi la adrusanna yoki la udarrisanna, farqi yo'q. Allohga qasamki men dars qilaman yo dars beraman degan ma'noda. Mutaaddiga aylantiradi lozim fe'lda. Mana misol uchun zahaballohu bi nurihim. Zahaba o'zi ketdi degani, lekin bi bilan o'sha mutaaddiga aylanib ketkazdi ma'nosida bo'lyapti. Alloh ularni nurini ketkazdi degan. Muqobala yo evaz ma'nosida bo'ladi, ya'ni o'rniga degan yo o'rniga o'rin, bir-biriga barobariga degan. Mana misol uchun ishtaroytul kitaba bi ashrati darahima desa, kitobni 10 dirhamga sotib oldim desangiz, shu kitob bilan 10 dirham ikkovi bir-biriga muqobala bo'lyapti, evaz bo'lyapti. Birini evaziga birini nima bo'lyapti. Bu nimalarda o'tdik mamtal qirotlar. Ba'zi ma'nosida ham keladi. Mana misol uchun vamsahu bi ruusikum, boshinglarni bir qismiga masx tortinglar degan. Shu yerda bi ba'zi ma'nosida, ya'ni bosh hammasi emas, ba'zisiga, bir qismiga degan ma'noda anglatadi. Zoidi ham bo'lib keladi. Masalan, laysal g'adabu bi mahmudin. G'azab bu maqtalanadigan narsa emas. Ya'ni laysal g'adabu mahmudan deganda, ya'ni g'azab bu maqtalanadigan narsa emas. Bu yerda biyni keltiryapti. Bu yerda hech qanaqa ma'nosi yo'q. Bu zoida. Faqat bu ta'kid uchun kelyapti. Endi mana bismillahi degani Allohning nomi bilan degani. Ya'ni Allohning nomi bilan boshlayman, o'tiraman, turaman, bir ish qilaman degan ma'nolarda. Qani ichinglarda bitamtelar aytinglarchi, shu 10 tadan qaysi ma'noda bo'layotgan bo'lishligi mumkin shu yerda bi. Qani? Yordam. Ha? Yordam. Barakalla, yordam isti'ona ma'nosida kelyapti. O'sha mana qog'ozni qaychini yordami bilan kesdim degandek, ya'ni Allohning yordami bilan
ish qilaman, Allohning madadi bilan ish qilaman degan ma'noda kelyapti. Barakalla. Mana bu bi xususidagi gap shu endi bismillohdagi. Xo'p, endi ismga qo'shilishi, biyni ismga qo'shilishi va ismni qanday bo'lishligi xususida o'tamiz. Bu yerda bi ismga qo'shilgan paytda mana bu hamza tushib qolyapti. Bismi bo'lib ketyapti. O'zi asli bi ismida ism so'zi bordi endi bu yerda. Eslasanglar, mana Umar ibn Abdulaziz deymiz, mana shu yerda ibnda hamza tushib qoladi. O'zi asli ibn-ku, to'g'rimi? Umar hamza-i vasliya yozuvda ham tushib qolaveradi. O'zi aytishda ham tushadi, lekin yozuvda ham tushib qoladi. Xuddi shuni singari mana shu bismillohda shu alif ismdan tushib qolyapti. Nima uchun? Yengillik, talaban lil xiffati va kasrata isti'maliha. Ya'ni o'sha yengillik bo'lishligi uchun va iste'moli ko'p bo'lganligi uchun, juda ko'p ishlatilganligi uchun va yengil bo'lganligi uchun o'sha yerda mana bu alif tushib qolyapti-da, bismi bo'lib ketyapti. Ana endi bu bismi faqat shu Allohga kelgandagina shu tushib qoladi. Tushunarli bo'ldimi? Mana misol uchun iqro bismi robbika. Ha? Mana shu yerda bismida amana alif qaytib kelyapti bu yerda. Bu yerda o'zini asliga qaytyapti mana bu alif. Alif bu yerda hazf qilinmayapti. Bu faqat mana shu Alloh so'zi bilan kelgan paytdagina bu alif hazf qilib yoziladi. Bismi bo'lib, ya'ni olib tashlanadi. Tushunarli bo'ldimi? Faqat Allohdagina. Va yana faqat bi bilan bo'lgandagina. Ya'ni boshqa harfi jarlar min, an degandek boshqa harfi jarlar bilan emas. Faqat shu bi bilan bo'lgandagina shu alif olib tashlanib yoziladi. Nima uchun? Yengillik uchun va iste'moli ko'p bo'lganligi uchun, juda ko'p ishlatilganligi uchun. Endi mana bu ism so'zi nimadan olingan deyishadi. Buni ishtiqoqida ixtilof qilishgan. Basraliklardan Mubarrat aytgan ekanki, bu sumuvdan olingan. Ya'ni va huval ulu, oliy degan, ya'ni baland degan. Ya'ni odamning ismi balandda turadi degan ma'noda ekanda. Endi odamning ismi balandda turadi, o'sha ismning ostida inson turadi. Yo, hamma narsani ham ismi. Masalan, piyola deydigan bo'lsak, piyola bu o'sha suv ichadigan bir idishning ismida, nomida. O'zi asli piyola bu o'sha suv ichadigan idish. Bunday ism uni nomida. U o'sha nomni ostida turadi degan e'tibor bilan bu sumuvdan chiqqan deb aytgan odamlar bor ekan. Endi yana Kufaliklardan Sa'lab degan odam aytgan ekanki, bu vasmdan chiqqan. Vasm bu belgilash, belgi qo'yish degan. Ya'ni ism bu o'sha musammodi belgisi deydi. Mana misol uchun o'sha target yoqilgan o'shalar hammasi sulkasini tashlab yuboring gruppaga. Ovozinglarni o'chirib qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. Darsga xalaqit bo'ladi. Men qanaqa qilib o'chirib qo'yishni bilmayman. Hammani ovozini o'chirib qo'yish mumkindir. Men admin bo'lsam o'chirib o'tirardim. Seni Ha, mayli, men siz oldingizga chiqaman hozir. Aha, men oldimga chiqaqa bo'lmasam, bo'pti. U baribir menga mishka kerak bo'ladi-da, o'zim ham mana buni ishlataman-da. Hay bo'pti, mayli. Xo'p, nima qilsanglar iloji boricha ovozini o'chirib o'tiringlar. Xo'p, endi Kufaliklardan bu vasm sima, ya'ni alomat, belgi degan ma'nolarda deb aytganlar ham bor ekan. Endi qaranglar, biz sumuvda mana shuni bosaymi? Ha? Bo'ldi. Xo'p. Endi qaranglar, biz fi ayn lom barobarida bo'lsa, nimalar, vaznlar fi ayn lom bilan belgilanadi deydiga. Endi masalan sumu, sin, mim, vav
fi ayn lom bilan belgilanadigan bo'lsa, unda ismun hamza ortiqcha kelyapti. Demak, bu if'un vaznida bo'ladi. Agar biz sumuvundan kelib chiqadi deydigan bo'lsak. Endi vasamadan kelib chiqadi deydigan bo'lsak, bunda vov, sin, mim bu asli harf. Endi sin bilan mim ayn bilan lomni barobarida bo'lib qolyapti. Hamza alohida kelyapti, unda i'lun vaznida bo'lib qoladi. Shularga e'tibor berib qo'yasizlar. Ya'ni asl nimasi shu yerda. Endi bu yerda kuchliroq gap bu sumuvdanmi, vasimdanmi yo nimadan chiqqan desa, shu sumuvdan chiqqan degan gap kuchliroq gap ekan. Chunki o'zinglar ham bilasizlar, mana arab tilida ham nima mabdal qiroatda ham o'tdik. Ar-rajulullazi yuallimul avlada nima dedik? Yusamma mualliman dedik. Mana yusamma dedi. Ya'ni samma, yusamma o'sha sin, mim, vav yoki yo bilan ishlatdik, to'g'rimi? Samma, yusammi bo'lib o'sha nomlashdi, shu yerdan ishlatdik. Demak, mana shundan kelib chiqqanligidan e'tibori bilan ham shu gap kuchliroq ekan. Ya'ni sumuvundan kelib chiqqan degan gap to'g'riroq ekan. Tushunarli bo'ldi. Demak, bi haqida ma'lumot oldik, ism haqida ma'lumot oldik. Endi bismillahi ikkovi birga qo'shilib bismillah desa, buni aytib o'tdik. Bobutda harfi jar bo'ladi. Buni mutaallaqi mahzub bo'ladi. Shu mutaallaqi mahzub bo'lishligi bir qancha nimalar bo'lishi mumkin. Endi juda ko'proq abda'u bismillah yo abtadi'u bismillah yo bad'i bismillah deb aytadi. Agar jumla ismiya qiladigan bo'lsak, boshlashim Allohning nomi bilandir. Allohning nomi bilan boshlayman. Abtadi'u ham shu. Endi boshqa so'zlari qul bismillah bo'lishligi mumkin, Allohning nomi bilan ayt bo'lishi mumkin yo aqumu bismillah, aqudu bismillah, akulu bismillah, hamma narsa bo'lishi mumkin. Buni bismillah deb o'sha mutaallaqini mahzub qilishlikda ham o'zi juda katta narsa bor, chunki hamma ishga ketaveradi. Bu bismillah deb turasiz, bismillah deb o'tirasiz, bismillah deb yeysiz, bismillah deb yurasiz va hokazo. Ya'ni o'sha mutaallaqini, ya'ni jor majrurni mutaallaqini aytilmaganligi ham o'ziga xos bir katta ma'nolar bor buning ichida ham. Tushunarli bo'ldi. Xo'p, endi Alloh so'zi ba'zilar aytgan ekan, Halil va yana bir qancha odamlar aytgan ekanki, bu Allohga xos bir alam, ism bu degan ekan. Buni hech qanaqa ishtiqoq emas degan ekan. Xuddi masalan Zayd, Amir, bizda endi Komil, Hofiz degandek bir ismlar bo'ladi-yu. O'shanaqa ism bu ham, bu Allohning ismi, nomi degan gapni ham aytgan ekan. Yana bir jamoa aytgan ekanki, yo'q, bu mushtaq degan ekan. Endi ishtiqoqida ham xilof qilishgan ekan. Shu ilohundan, alihadan, mana alaha ilahatan, abada ibadatan mana shundan olingan degan ekan. Biz endi kofiyada o'tganmiz. Bu ilahundan olingan deydi. Mana ilahun. Shu ilahunda hamzasini olib tashlagan, lahu qolgan. Va shu lahga endi nimani mana bu hamza olib tashlandi-yu. Shu hamzadan evaz qilib alif lom beriladi. Shunda Allohu bo'ladi deyshadi. Alif lom bo'lgandan keyin o'z-o'zidan tanvin bo'lmaydi, oxirida Allohu bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Endi mana shu yerda mana harfi nidoda ham yo bilasizlar alif lomlikka kirmaydi, to'g'rimi? Mana misol uchun yarrojulu demaymiz, ya ayyuhar rojulu deb aytamiz. Ayyuhani qo'shib aytamiz shunaqa. Ya ayyuhal muslimuna, ya ayyuhal mu'minuna. Xullas alif lomga hech qachon ya kirmaydi. Shu ya faqat Alloh lafziga kiradi. Alloh lafziga kiradi. Buning uchun ikkita sharti bor deyilgan. Birinchidan alif lom boshqa narsadan evaz bo'lish kerak degan. Mana haqiqatda alif lom ham bitta hamzani olib tashlab, shu hamzadan evaz sifatida uni o'rniga olib kelinyapti. Bu haqiqatda shunaqa bo'lyapti. Ikkinchisidan shu alif lom kirdi chiqdi bo'lmaslik kerak, doim turish kerak deyilgan va u haqiqatda Allohuda har doim turadi. Bu faqat Alloh lafzigagina aloqador bo'ladi. Ya'da harfi nidodi kirishi.
faqat bu yerda yana ba'zi nimalar borki, yalloh deb bu yerda hamzai vasliyaku desa shuni kechirasizlar, nimadir bo'ldi. Xo'p, bu yerda hamzai vasliyani hamzai qat'iya qilib aytilinadi yo kirgan paytda deydiganlar ham bor. Bu ham to'g'ri. Ya'ni yallohu emas, ya Allohu deb. Biz o'zimiz ham ko'p ishlatamiz buni. Ya Alloh deb ishlatamiz. Ya'ni Allohu so'zi asli ilahundan olinib hamza olib tashlangan, lahu qolgan, shu lahuga alif lam qo'shilgan, Allohu bo'lgan. Va shu ya harfi nido hech qachon alif lomlikka kirmaydi, lekin Alloh lafziga kiraveradi. Alloh lafziga kirgan paytda hamzani qo'shib yubormaymizda, hamzaga qat'iya qilib ya Alloh qilib aytamiz. Lekin endi hamzani qat'iya qilmasdan yalloh qilib aytsa ham bo'ladi degan nimalar ham bor. Endi bunaqa qavullar ham bor. Lekin ko'proq hamzaga qat'iya qilib ya Alloh qilib aytiladi. Tushunarli bo'ldi? Xo'p, ana bismillohni bildik. Endi Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim xususida ulamolar nima deydi? Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadilarki, bu ikki ism bir-biridan nozik ma'nolarda anglatadigan ikki ism deydi. Ikkalasi ham juda ham bir nozik ma'nolarda anglatadi. Biri ikkinchisidan yana ham nozikroq deydi. Ya'ni Ar-Rahman Rahim shunaqa bir kuchli, o'ta nozik ma'nolarda anglatadigan ikki so'z deydi. Endi bu xususda ham ixtilof qilishgan olimlar, ba'zilar aytgan ikkovi ham bir xil ma'noda degan. O'sha mana nadmona nadim yoki shunga o'xshagan, biri fa'lon vaznida bo'ladigan bo'lsa, biri fa'il vaznida, ya'ni Rahim fa'il vaznida, Rahmon fa'lon vaznida. Endi mana shu yerda shunaqa ikkovi bir-birining ketishi nima uchun deydigan bo'lsa, ya'ni o'sha rahmdillikka qalblarni yana ham o'shunga qiziqtirish, o'shunga jalb qilishlik uchun shu ikkitasi birga kelgan deb aytiladi. Ya'ni ikkalasi ham bir xil ma'noda deydi. Endi ba'zi olimlar aytadiki, buni farqlaydi. Rahmon boshqa, Rahim boshqa deydi. Aytadi, Rahmon bu umum ma'nosida, Rahim xusus ma'nosida. Ya'ni Rahmon biz bu dunyoda hamma mo'min va kofirga hammaga bir xil rizq beraveradi degan ma'noda, Rahim bu xos faqat u dunyoda faqat mo'minlarga rahm qiladigan degan ma'noda deydi. Mana aytishadiki, Rahmon Razzoq ma'nosida dunyoda. U endi hammaga ketaveradi. Mo'min va kofir hammaga bir xil rizq beraveradi. Hayvonga ham, boshqasiga ham, hammasiga ham. Rahimchi bu endi o'sha oxiratda kechiruvchi ma'noda. Endi oxiratda kechirish faqat mo'minlarga bo'ladi deydi. Shuning uchun ham duoda masalan ya Rahmanad dunya va Rahimal axirati deb aytiladi. Ey dunyoni rahmoni, oxiratda rahimi deyiladi. Ya'ni dunyoda hammaga rahm qilguvchi, oxiratda faqat mo'minlarga rahm qilguvchi degan ma'nolarda anglatiladi. Va shuning uchun ham Allohdan boshqa odamni Rahim deb nomlash mumkin. Rahimjon mana misol uchun shunga o'xshash. Lekin Allohdan boshqa odamni Rahmon deb bo'lmaydi. Chunki o'sha faqat do'stlarga rahm qilish bu insonga xos. Lekin Allohdan boshqa odam u do'st va dushmanga hammaga bir xil nima qilavermaydi. Bu mumkin emas narsa. O'zi shar'an ham o'zi durust emas narsa degan nimasi bor. Chunki endi hammaga do'st bo'laversangiz munofiq bo'lasiz. Endi bu siz inson nimasi. Endi Alloh taolo o'sha buyuk zot bo'lganligi uchun hammasiga bir xil ma'lum muddatda, endi ma'lum muddat shunaqa nima qilib turar ekanda. Demak, Rahmon ma'nosi umumiy bo'ladi, lafzi xususiy bo'ladi. Nima degan ma'noda? Lafzi xususiy degani nimasi? Lafzi xususiy degani ya'ni faqat Allohgagina xos degani. Ma'nosi umumiy degan nima degani? Chunki bu rahm qilish mo'min va kofirga hammaga bir xil ketaveradi. Shuning uchun ma'nosi umumiy deyiladi. Rahimchi, Rahim lafzi lafzi umumiy. Lafzi umumiy degan nima degan? Ya'ni Allohni ham Rahim deb
sifatlasa bo'laveradi, inson ham rahim deb sifatlanishligi mumkin umumiy bu yerda. Endi ma'nosi xosligi nimasi desa, chunki bu yerda rahm qilishlik faqat mo'minlarga bo'ladi, faqat o'sha rahm qilishga haqli bo'lgan odamlargagina bo'ladi deyiladi. Endi rahmat o'zi asli bu Alloh taoloni o'sha shu rahmga ahil bo'lgan odamni hammasiga bir yaxshilikni iroda qilishligi. Bu yerda endi sifati zot bor, bir sifati fe'l degan nimasi ham bor. Ya'ni Alloh taolo hammaga faqat yaxshilikni iroda qiladi. Endi o'sha yaxshilikni iroda qilsa, o'shani bilmagandan keyin ini Alloh taolo bir nimani beradi. Endi Rahmon Rahimda hali buni tafsirlarida bu xususda hali alohida yana bir qator aytib o'tamiz inshaalloh. Xo'p, endi Bismillahirrohmanirrohim oyati xususida ham bir qancha ixtiloflar bor. Avvalambor olimlar hammasi bu Naml surasini bir oyati ekanligiga ittifoq qilishgan. Haqiqatdan Naml surasini 30-oyatida keladi. Innahu min Sulaymana va innahu bismillahirrohmanirrohim. Bunda hech qanaqa ixtilof yo'q. Hamma bunga ittifoq qilgan. Haqiqatdan Naml surasida shu oyat keladi. Bismillahirrohmanirrohim degan oyat keladi. Faqat buni ixtilof qilishgan bu Bismillahirrohmanirrohim keldimi? Bismillahirrohmanirrohim har bir suradagi mustaqil oyatmi? Har bitta sura shu Bismillahirrohmanirrohim bilan boshlanadi yo'q. Yoki har bitta surani shunchaki boshiga yozib qo'yiladimi? Yo har bir surani avvalidan dagi birinchi ya'ni oyatning bir qismimi? Yo Fotiha surasini bir oyatimi? Yo faqat suralarda oyat bo'lganligi uchun emas, suralarda orasini ajratib qo'yish uchun yozilganmi? Yo shu Baroadan boshqa hamma surani bir oyatimi? Baroa surasida bilasizlar Bismillahirrohmanirrohim yozilmaydi. Shunaqa. Endi Bayhaqiy o'sha Ali ibn Abbos, Abu Hurayralardan o'sha sab'a minal masaniya oyatini tafsirida shuni Fotiha deyilgan ekan, ya'ni 7 ta oyat deb turib aytgan ekan, shu bismillah nimani 7-oyati degan ekan. Lekin endi bu ixtiloflik masala. Bismillah yo'q, Fotiha surasini bitta oyati emas deganlar ham bor. Mana Malik, Abu Hanifa u kishining ashablari aytgan ekan, yo'q, bu Fotihani ham bitta oyati emas, boshqa suralarda ham bir oyat emas. Bu alohida bitta nima deb aytilgan ekan. Suralarda orasini ajratib turishlik uchun aytiladigan bir oyat. Bu o'zi lekin o'sha Naml surasidagi bitta oyatligi oyat. Faqat bu suralarda oyat emas, Fotihani ham boshqani ham oyat emas degan ekan. Bu Imom Malik bilan Abu Hanifada. Bilasizlar, Imom Malikda hatto bismillah aytilmaydi ham shekilli nimasida. Abu Hanifada ham bizda ham Zam suraga aytmaymiz bismillah. Zam suraga aytmaymiz, faqat nimaga aytamizda? Fotiha surasida aytamiz. Endi u yog'i fiqhiy masala. Xo'p, endi bismillah haqida buni tafsiri haqida aytilganda, endi bu juda ko'p gaplar aytiladi. Bismillah deymiz, biz Allohning nomi bilan deymiz. Bir qaraganingizda qiziq tuyuladi. Har bitta narsada o'tirganda ham, turganda ham, yotganda ham har bir ishda bismillah deyveramiz. Allohning nomi bilan, Allohning nomi bilan, Allohning nomi bilan deyveramiz. Nima uchun? Bir qaraganingizda bir qiziq tuyuladi. Endi men o'zimni bir o'yim bor. Endi bir ko'p aytib yuraman, bu narsani ko'p eshitgansizlar. Yana takrorlab qo'yaveraman. Men endi umuman har bitta narsani mavjudligi uni zamoni va makoni bilan bo'ladi-da. Mana shu yer yuzi ham mavjud, chunki uni zamoni bor, qachondir paydo bo'lgan va qachondir yo'q bo'lib ketadi va uni makoni bor. Mana shu
nima ushlab turgan mana shu o'rn egallab turgan joyini makoni deyiladida. Agar o'sha haqiqiy zamon va haqiqiy makonga tashlaganingizda inson aqli yetadiganki narsani hamma narsasi yo'qqa, nolga aylanib ketadi. Buni qanaqa qilib tushunamiz? Mana misol uchun aytaylik, insonga berilgan umr aytaylik bu 100 yildir, 50 yildir. Bu agar shuni haqiqiy zamonga, ya'ni avvali ham oxiri ham yo'q bir zamonga tashlab ketadigan bo'lsangiz, nol bo'lib ketadi. Mana buni tasavvur qilishlik uchun milliard yilga nisbatan bir sekundni tasavvur qilishingiz mumkin. Holbuki siz 1 milliard yilni bir tasavvur qilib ko'ring-da. Hozir endi mana bu 2020-yilmi, nechinchi yil? 2026, 2026 ni o'zi qancha katta narsa. Bu sizni o million qancha, undan qancha katta bo'lib ketadi. Milliard yana qancha katta bo'lib ketadi. Endi 1 sekund lip etib o'tdi ketdi. Shuni agar shu milliard yilga nisbatan shu sekundni tasavvur qila olasiz. Chunki shunaqa sekundlarni qo'shib chiqsangiz bir kun milliard yil hosil bo'ladi. Tushunasizmi? Lekin inson umrini agar o'sha avvali ham oxiri ham yo'q vaqtga soladigan bo'lsangiz, o'sha milliard yil oldidagi 1 sekundcha ham bo'lmay qoladi. Ya'ni nolga aylanib ketadi, yo'qqa aylanib ketadi. Tushunasizmi? Inson bunaqa mutlaq vaqtni bila olmaydi. Haqiqiy vaqtni inson bila olmaydi, hech qachon bila olmaydi. Ya'ni avvali ham oxiri ham yo'q bo'lgan vaqtni bu insonda aqli ko'tara olmaydi, uni bila olmaydi. Va ma utitum minal ilmi illa qalila. Sizlarga ilmdan faqat ozginasi berilgan xolos deyiladi. Ya'ni inson to'la hamma narsani bilib olish berilmagan, insonga unaqa mutlaq ilm berilmagan, o'sha bir qism ilm berilgan xolos. Endi u o'sha vaqtni eng kattasi tugul, eng kichkina vaqtni ham bila olmaydi. Biz 1 sekund lip etib o'tdi ketdi. Shu endi shu vaqt deymiz, eng kichkina vaqt deymiz. Holbuki shu sekundda yana qancha million yillar bo'lishligi mumkin. O'ta butun bir avlod yashab o'tishi mumkin-da o'sha 1 sekundda. Biz uni bilmaymiz. Biz faqat shu eng kichkina vaqt deb bilamiz xolos. U unda yana million sekundchalarga bo'linishi mumkin. Uni biz bila olmaymiz. Ya'ni inson mana shu vaqtga, haqiqiy vaqtga solganingizda yo'qqa aylanib ketib qoladi. Haqiqiy makonga solganingizda ham shunaqa. Masalan, bir qum zarrasi bo'lsa, uni yer yuziga taqqoslash mumkin. Chunki shu qum zarrasini yig'ib yig'sangiz, yer yuzi hosil bo'lishi yo bir butun tog' hosil bo'lishi va hokazo bo'lishi mumkin. Lekin insonga berilgan mana bu jasadni har qancha kattasini nima qiling, 6 tarafi yo'q, ya'ni shu 4 tarafi tepa va past degan, ya'ni u 6 tarafi cheksiz ketadigan narsaga taqqoslab bo'lmaydi. Ya'ni cheksizlikni inson baribir tasavvur qila olmaydi. U tasavvur qilish mumkin emas, iloji yo'q narsa. Insonda aqli uni ko'tara olmaydi, cheksizlikni ko'tara olmaydi. Va ayni paytda eng kichkina makonni ham tasavvur qila olmaydi. U atom zarrachasi yana bir balo zarracha, yana bir balo zarracha deyoradi. Uni haligi milligram deyoradi. U yana o'shunaqa million yana kichkina zarrachalarga bo'linishi mumkin. U yog'ini inson bila olmaydi. Eng kichkinasi mana endi hali bir qanaqadir mikroskopni topib boshqa qilib mana shu eng kichkina narsani topdim deydi. Unaqa bo'lmaydi. U yana kichkina, yana undan kichkina mayda narsalarga bo'linib ketarishi mumkin. Ya'ni inson o'zini his qila olmaydi. Unaqa to'la muallaqda undagi nima. O'sha farishtalar, nabiylar yetmadiylar, bo'yinsundilar, u fikr etmadiylar. Agar bunda yuborursan ko'ngilni, solur shayton ko'ngilga o'zga yo'lni deydi. Bu xususda agar o'ylab uni o'sha kunhiga yetaman deydigan bo'lsangiz yeta olmaysiz. Bu mumkin emas narsa. Ey Navoiy, sen qilsang qullig'ingni yaxshi bil, fikrating raxshiga javlon berma bu maydon aro deydi. Hikmatidan voqif ermasdir kishi, bo'lmadi bu ish kishining uchun ishi. Va hokazo bu endi bu xoh g'arb olimlari bo'lsin, xoh islom olimlari bo'lsin, bu xususda judayam bir ko'p
bosh qotirishga va buni bilib bo'lmasligi xususida endi juda ham ko'p, endi bunga o'xshash narsalar juda ko'p. Endi inson o'zini o'sha haqiqiy zamon, haqiqiy makonda o'zini hech narsa emasligini anglagan paytda, ana shu paytda keladida bismillah, Allohning nomi bilan. Alloh kim? Huval avvalu val axiru val zohiru val batinu da. Ya'ni avvalam Alloh, oxiram Alloh, zohiram Alloh, botinam Allohda. Ana shu avvalam, oxiram, zohiram, botinam Alloh nomi bilan qilaman men bu ishni. Agar shu Alloh madad bermasa, men har qancha kuchli bo'lmay, bitta gugurt cho'pini ham ko'tara olmayman. Men har qancha zo'r bo'lmay, bitta nafas olishda ham epra olmayman. Faqat Allohning madadi bilangina keyin men bu ishlarni qila olaman degan ma'noda bo'ladida. Ana shunda keyin bismillah degan narsa qalbdan, ichdan chiqqan paytda, oho, agar bu haqiqiy ma'noda o'z ma'nosini egallasa, bilasizmi, inson qanaqa kuchayib ketadi, inson qanaqa yuksalib ketadi. O'sha haqiqiy chin ma'noda yurakdan chiqadigan bo'lsa, ichdan his qilib aytiladigan bo'lsa. Shuning uchun ham shu bo'ni qattiq aytinglar, bis deb shu mim sinni aniq chiqaringlar, mimni aniq chiqaringlar deb o'sha olimlar bekorga aytmagan. Bismillahir deb ayting, bismillahi deb ayting deb bekorga aytilmagan bu narsa. Ana shu yerda endi inson Alloh o'sha avvalam, oxiram, zohiram, botinam, ya'ni butun bir cheksiz bir zot Alloh ekan. Endi u Alloh atrofdagilarga munosabati qanaqa ekan degan birinchi savol. Bu tabiiy tug'ilish shunaqada. Ar-Rahman endi mana hammaga rahm qilguvchi, ya'ni bu dunyoda o'sha mo'min va kofirga bir xil rahm qilguvchi. O'sha Rahmon shuki, Alloh taolo hammaga rahm qilar ekanda, faqat rahmatni, yaxshilikni iroda qilar ekanda. Alloh taolo biron narsaga buyurmabdiki, u narsada insonga foyda bo'lmasa, yo biron narsadan qaytarmabdiki, insonga o'sha narsada zarar bo'lmasa. Ya'ni insonni o'ziga foyda bo'ladigan narsalarga buyurgan Alloh taolo va insonni o'ziga zarar bo'ladigan narsalardan qaytargan. Endi insonni o'zi o'sha foyda ziyonini bilmasa, ana undan keyin Alloh taoloning g'azabi kelar ekanda. Tushunarli bo'ldi. Mana shunda keyin Ar-Rahim endi faqat oxiratda mo'minlarga rahm qilguvchi. Chunki endi jazo bo'lmasa, uni ma'nosi qolmaydi endi, taqiqni yoki buyruqni ma'nosi qolmaydi endi. U yog'i endi Alloh taoloning o'zining ishi, kimni kechiradi, kimni nima qiladi, u yog'i Alloh taoloning o'zining ishi. Biz qulmiz, biz o'sha Alloh taologa bandamiz, Alloh taoloning ishi u yog'iga aralashmaymiz. Lekin hammamiz o'zimizni bilamizda, shu Allohning nomi bilan va Allohning o'sha buyukligini his qilgan holatlarda Alloh taoloning aytganlarini qo'limizdan kelgancha qilishga harakat qilamiz. Mana shu bismillah. Mana bir qaranglar, mana bu joyda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga uch qashib ketayotgandim deydi Mahmudda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam toyilib ketdilar deydi. Faqultu ta'isa shayton. Shayton o'lsin dedim dedi. Shunda Nabiy alayhisolatu vassalom aytdilarki, yo'q, shayton o'lsin demagin. Sen bunaqa deydigan bo'lsang, shayton yo'g'onlashib ketadi. Va men quvvatim bilan men uni yengdim deydi, uni yiqitdim deydi. O sen agar bismillah deydigan bo'lsang, u kichrayib ketadi, xuddi pashadaqa, chivindaqa kichrayib ketadi deydi. Mana ko'rdingizmi, bismillah haqiqiy ma'noda aytiladigan bo'lsa, o'sha devdek shayton, o'zi shunaqa bir yo'g'onlashib zo'r bo'layotgan shayton, o'sha pashadek nimaga bismillahni aytganda unaqa bo'ladi? O'sha his qilasizda, avvalam, oxiram, zohiram, botinam bo'lgan Alloh shunaqa buyuk zotning nomi bilan deb aytyapsizda. O'shaning uchun u shayton endi u zotning oldida kim bo'libdi? Hech narsa. Ana shunaqa bo'lgandan keyin u kichrayib ketadi deydi. Shuning uchun inson aql ishlatadigan joydagina aqlni ishlatish kerak bo'ladi-da. O'sha
iymon bilan Allohga sig'inish bilan qilinadigan ishlarga aqlni ishlatib yubormaslik kerak bo'ladi. Aql o'zini o'rnida ishlasa, rosa zo'r ishlaydi, rosa katta foyda beradi insonga. Lekin aql baribir yetmagan joyiga chiranadigan bo'lsa, juda ko'p nimalar bo'ladi. Biz o'zingiz o'ylab ko'ring, hozir gohida umuman alifni kalta demaydiganlar, deyolmaydiganlar u katta olimlarga tashlanib qoladi. U qanaqa bir xunuk g'alati turadi. O'sha birinchi sinfda hali bitirmagan bola o 10-sinfda nimasi xususida gapirsa nima bo'ladi? U g'alati bir gap chiqadi. O'shini singari bo'ladi. Ya'ni bu shayton bilan olishish, u aql bilan bo'ladigan narsa emas. Shayton bilan olishish bu Allohga sig'inish bilan bo'ladi va Alloh taolodan madad so'rash bilan bo'ladi. O'sha Alloh taolodan madad so'rash bilan bo'lishligini bilib olish bu endi aql bilan bo'ladi. Yana Abu Davudni nimasida endi shu bismillah haqida ekan, bu ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam suralarning orasini ajrata olmas edi deydi. Shu bismillahir rohmanir rohim nozil bo'lmaguncha, shu bismillahir rohmanir rohim nozil bo'lgandan keyin suralarning orasini mana shu bismillah bilan ajratdilar deb aytadi. Bu ham bismillah haqidagi gaplar ekan. Xo'p, endi bismillah haqida endi juda ham ko'p ekan, juda ham haddan tashqari ma'lumot ko'p ekan bu xususda. Men endi mumkin qadar qisqartirib, endi o'zimcha eng kerakligi degan e'tiborlar bilan oldim. Hozircha endi mana shu ma'lumotlarga rozi bo'lasizlar. Xo'p, buguncha o'sha bismillah haqidagi aytadigan gaplarimiz shular. Bugungi darsimiz shulardan iborat bo'ldi. Hop. O'zi hammasini raqamlab qo'yaman dedim endi. Bugun mana shu bismillah haqida necha xil nima ma'lumot oldik ekan deb bir o'ylab nima qilib qo'yaman dedim. Ba'zi joylarini raqamlab chiqibman. Bu bi xususida endi bu bismillahga unchalik aloqasi emas, faqat qaysi ma'noda ishlatilganligi uchun kerak bo'lgan joyi xolos. Bu yerda mana bir qancha nimalarni raqamlab qo'yibman. Endi mana Alloh xususida ikki xil gap bor, buni ham bir raqamlagan ekanman. Rahmon Rahim xususida ikki xil gap bor, buni ham raqamlagan ekan. Va bismillah xususida bir qancha gaplar bor ekan endi. Buni ham raqamlagan ekanman. Xo'p, keyin endi bu bismillahirrohmanirrohim xususidagi bismillahirrohmanirrohim haqidagi bir hadislarda kelgan nimalar ekan. Xo'p, bugungi darsimiz shu bilan iborat. Buni hozircha to'xtatib turaman, keyin savol javobga o'tamiz inshaalloh.